Qizim, agar kimdir senga yo yaqinlaringga nisbatan haqorat ishlatib seni gijgijlasa, unga xuddi shunday javob qaytarish niyatida sen ham uni haqoratlab uyaltirishga urinmasliging darkor, chunki Alloh shunday marhamat qiladi. Yaxshilik bilan yomonlik bir bo'lmaydi. Sen yomonlikka yaxshilikning eng chiroylisi bilan javob qaytar. Keyin bir qarasang, senga ashaddiy dushman bo'lgan inson ham jondan aziz do'stingga aylanib qoladi. Lekin otajon, o'sha qilmishlardan haliyam ko'nglimiz og'rib turgan bo'lsa-chi? Unda nima qilishimiz kerak? Nimani his qilganingni juda yaxshi tushunaman. Bog'ni zo'rg'a yasagan deylar, biroq u kelib bir pasda buzib tashlabdi. Qizim, zulm qilganni kechirish marhamatning, o'ziga yaxshilik qilmaganga ham sovg'a berish ehsonning, yomonlik qilganga ehson berish esa insoniylikning eng oliy darajasidir. Bu fazilatlar dushmanni do'st qiladi. Kechirimlilik fazilati faqat ko'ngli keng insonlarda bo'ladi va ular faqat Alloh rizosini tilaydi. Biz shuni bilamizki, biz insonlarni kechira olsak, Alloh ham bizni kechiradi.